Mana bu yerda alyumin eshik romlar so'ragan akalarimiz uchun mana bu yerda xullas akva seximiz bor ekan. Mini akva seximiz. Qo'ldan kelgancha ichkaridan ko'rsatishga harakat qilamiz. Mana ichkariga kirganimizda, assalomu alaykum. Ukaxonlarimiz ishlayapti mana bu yerda. Mana bu yerda romlarimiz bor ekan. Bir qavatli eshikka kvadrati 700 ming so'mdan bo'lyapti. Ya'ni mana bu yerda nima deydi, balkonga eshiklarimiz bor ekan. Qalin profil ekan. Buni bahosiga keladigan bo'lsak, kvadrati 900 ming so'mdan bo'lyapti. Mana bu yerda yupqarog'i bor ekan. Mana bu yerda. Lekin hammomga yana ba'zi joylarga qo'ysangiz bo'lar ekan. Buni kvadratiga keladigan bo'lsak 700 ming so'm deyapti. Buni ham 1 million 100 ming so'mga bitar ekan. Mana bu yerda romlarimiz bor. Yana mana bu yerda ikki qavatli eshiklarimiz bor, katta oynalik. Oynaklarga keladigan bo'lsak, yo'q oynaklar deyapti. Xohlasa qora oynak qo'yib beramiz deyapti. Kelishilgan narxlarda. Ularga keladigan bo'lsak, mana bu yerda zamoylarga keladigan bo'lsak, bu zamoylar ham bo'lakcha. Bu qayerdaki bu? Turetskiy zamoylar. Mana nima deydi, mokr asfalt. Qarang, bu nimaga bu qora, bu mana mokr asfalt bo'lgan. Zakaz shunday bo'lganda chiroyli chiqsin deb. Dilga vid. Ham chiroyli video beradi. Mana bu yerda eshiklarimiz. Bu yerdan aniq qo'yadi, stolga qo'yiladi. Stolga qo'yiladi. Xullas, garantiyasi qancha bo'lyapti aka bular? Garantiyasi eshiklarni, ruchkalariga garantiya beramiz. Oynalar, zamoylarga, eshiklariga, mana bu boshqa mashinalarga garantiya. Qancha? 1 yilmi, 2 yilmi, 10 yilmi qancha? 3 yil garantiya beramiz. Ular yaxshi ishlaydi, faqat oynalar sinsa o'zlari olib kelishadi, almashtirib beramiz, pulni beradi. O'zi sindirib qo'ysa, sindirib qo'ysa o'zini bo'yinda. Qolgan joy buziladigan joyi yo'q buni. Mustahkam profillar ishlanayapti. Lekin eshik derazalarga gap yo'q. Qo'yib qo'ysa bo'ladi. Manzilga keladigan bo'lsak, Surxondaryo viloyati Uzun tumani Yangi Kuch mahallasida mana bu tomondan Uzun shaharchasidan kirib kelganimizda, mana bu yerda Afg'on domlardan o'tganimizda, xullas mana shu yerda 2 etajli dom, 2 etajlikda birinchi qavatida, xullas mana bu tomonda Yangi Kuch mahallasining sentriga qarab yurmasdan, xullas mana shu yerda, mana katta ariqda bo'yida. Qiziqqanlar uchun shu videoning tagiga telefon nomerlarini qoldirib o'tamiz. Xullas shu joyda mo'ljalimiz, mana men bitta narsaga qoyil qoldim, mana ramkalarda nima deydi, eshiklar qalinligiga qarang. Ruchkalari ham, zamoylari ham juda bir antiqa ekan-da, bu chiroyli. Qimmat ruchkalar bular. Qimmatmi? Aniqmi? Aniq. Men aldamayapsizmi shunday? Siz aldamayapsiz. Siz xudo xolasa o'zim ham shundan qo'ydiraman nasib. Bizni kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.